El-Basir. Ey yoşurun aşkara her şeyini körüp turğucu Allah. Men mahbi narsalarni körelmeymen. Aşkarı narsalarni körelmeymen. Sen va'da qilgan jannatingni loyiqida tasavvur qilolmayman. Ammo sana mahbi aşkarının hech farqi yo'q. Sen qorong'u kechida qora toshning ustidagi qora cho'mililarning harakatini ko'rib tursan. Sen qorong'u zindonlarda umidi uzilgan, xorlangan bandalaringni ko'rib tursan. Ularga o'zing nur ato qilgin, qalbini o'zing nurlandirgin, dillariga arom beg'ishligin. Çaresiz şu mazlumlarning nuqsonlarini kechirgin. Ularning holini o'zing eng yaxshi ko'rguchi va bilguchisan. Ey Parvardigorim, barliq ko'zlar faqat sening nuring bilan ko'ralaydi. Ey Allah, mening ko'zimni nurlantirgin. Avazlıq kitab Əbdi Tali